Dunyoda shunday insonlar bor, ularni bir piyola aroq o'ldirishi mumkin. Ular asosan shimoliy hududlarda yashaydigan chukcha va yakutlar orasida uchraydi. Nima sababdan? Chunki ularda spirtni parchalaydigan ferment yo'q. Sizlarda, bizlarda esa bu ferment bor, jigarda joylashgan. Shu sababli spirtli ichimlik iste'mol qilgan vaqtingiz u qon orqali jigarga boradi va jigar kuchanib, harakat qilib, uni zararsiz holatiga keltiradi. Va nima sababdan Numa Hyper Detox ichiladi? Mana shu spirt zararsiz holatiga kelishi uchun fermentlar ishlaydi. Va mana shu fermentlarga kerak bo'ladigan mikroelementlar va vitaminlar mana shu Numa Hyper Detox tarkibida bor. Va bundan tashqari unutmang, qanchalik ko'p ichsangiz ham hammasini eplab olmaydi. Spirtli ichimliklar uchun letalniy doza bor. 1,5 litr. Ya'ni 1,5 litr iste'mol qilgan o'rtacha odam olamdan o'tishi 99%. Shu uchun ichmanglar, bilmay ichib qo'ygan bo'lsangiz, Numa Hyper Detox sizga yordam beradi. Batafsil ma'lumot olish uchun kommentariyaga detox so'zini yozib qoldiring.